Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Dünyanın hər qaysı yerlərində Xitay işğaliyyətinə qarşı namoyiş ötküzüldü. Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistanı işğal qılğanlığının 76 illik münasibəti bilan dünyanın hər qaysı yerlərindəki Şərq Türkistan xalqı namoyiş, axbarat e'lon qilish və başqa türlük fəaliyyətlər bilan Xitayning işğaliyyətinə və növbətdə davamlaşıyotgan irqiy qırğınçılıq cinayətinə qarşı g'azab nafratini, noroziligini bildirishdi. 28 sentabr Shvetsiya poytaxti Stokgolmda turishliq Xitoyning bosh elchixonasi oldida Şərq Türkistandagi Xitoy ishg'oliyatiga zulmiga qarshi tajovuzchi Xitoy Şərq Türkistandan chiqib ket temasida namoyish o'tkazilgan. Namoyishni Şərq Türkistan tantarbiya va madaniyat jamiyati bilan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi birlikda o'rinlashtirgan bo'lib, namoyishga Stokgolmda yashaydigan ko'p sonli Uyg'urlar qatnashgan. Namoyishchilar Şərq Türkistan bayrog'i va Xitoyga qarshi turli shuarlar bilan g'azab nafratini bildirishdi. 1 oktyabr Amsterdam Dam maydonida Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va boshqa Xitoyga qarshi guruhlar birlashma namoyish o'tkazdi. Namoyishda bayonot e'lon qilinishidan burun Sharq Turkistonning davlat marshi qo'yildi. Faoliyatchi Abdurahim G'ani Uyg'ur bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilik jinoyatini tafsiliy anglatdi. Norvegiya Uyg'ur komitetining o'rinlashtirilishida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni ishg'oliyatiga qarshi Norvegiya parlamenti oldida namoyish o'tkazildi. Namoyish jarayonida vatan ichi sirtida tunilgan ovoz artisti Sirajiddin Fatqullaning kuchli xitoblari ijtimoiy taratqularda hayajon qo'zg'adi. Bu 76 yil bo'lgan kunida Xitoy o'zining bayramini tabriklayotdi. Biz uchun boschi biz uchun musibat bo'layotdi. Xitoyning hududida turayotgan, zulm ichida yemrayotgan shu vatanga ketayotganlar har birisini so'roq qilamiz. Dunyo so'raydi buni. Vijdon so'raydi, iymon so'raydi. Qiyomatda lavildab turgan o't so'raydi sizlardan o't. Nima deb davoni bulg'aysan? Nima deb bizni yolg'onchi qilsan? deb sizlardan so'raydi. Sizlar vijdonning so'roqqa qolsizlar. Sizlar Şiitlerimizden yapılatkan qinining so'roqqa qolsizlar. Amerikaning Los Angeles shahrida Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va Tayvanliklar Xitoy konsulxonasi oldida birlashma namoyish o'tkazib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, ishg'oliyatiga qarshi maydonini bildirishdi. Undan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi o'xshamagan usullar bilan Xitoyning 70 necha yildan buyon davomlashgan ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga g'azab nafratini bildirishdi. Tayvan prezidentining sobiq yordamchisi Xitoy josusi chiqdi. Tayvan sud mahkamasi prezident Lei Ching-doning bir sobiq yordamchisining Xitoy uchun josuslik qilganligi haqida hukm chiqargan bo'lib, navbatda hokimiyat yurgizayotgan Demokratik Gullanish partiyasida xizmat qilgan boshqa 3 kishining josuslik jinoyati bekitilgan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, sud mahkamasi ularni davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan ayblab, 4 yildan 10 yilgacha muddatli qamoq jazosi bergan. Hukmnomada josuslikning uzun muddat davomlashganligi va muhim diplomatik uchurlarni Xitoy Kompartiyasiga yetkazishga chetildiganligi ko'rsatilgan. Oldingi hafta jazoga hukm qilingan 4 kishining ichida Yangi Taybey shahri sobiq parlament a'zosining yordamchisi Huang Chorongning jazosi eng og'ir bo'lib 10 yil kesilgan. Bu 4 kishi 6-oyda Demokratik Gullanish partiyasidan qo'g'lab chiqarilib, 1 oydan keyin arz sunilgan. Mazkur xodimlar Xitoyga uchur ta'minlash orqali $100,000 haqqi erishgan. Demokratik Gullanish partiyasining yana bir sobiq xizmatchisi Chu Shiyuan navbatdagi prezident Lei Ching-doning sobiq yordamchisi Wu Shangyudan ma'lumotlarga erishgan. Lei Ching-do muavin prezident bo'lgan mezgilda Wu Shangyu uning yordamchisi bo'lgan va 2024-yili Lei Ching-do prezidentlikka saylangandan keyin bu vazifani qisqa muddat davomlashtirgan. Wu Shangyu prezident Lei Ching-doning chet el safari jarayonidagi tafsilotlarni boshqa josuslarga ta'minlab bergan. Bu Tayvanda yuz bergan josuslik delovlarining eng yangisi bo'lib,
Tayvan Davlat Bexatarlik idorasi 2024-yili 64 kishining Xitoyga josuslik qilish jinoyati bilan ayblanganligini e'lon qilgan edi. Yaqinqi yillardan buyon yana Tayvanning pensiyaga chiqqanlarini o'z ichiga olgan bir qancha yuqori darajalik amaldorlarimi josuslik jinoyati bilan ayblangan. İsrailiyaning yordam paraxodlariga hujum qilishi kuchli norozilik qo'zg'adi. İsrailiya qismlarining Sumut nomli yordam paraxod atritiga mudofaa qilishidan keyin Turkiya va Yevropaning cho'ng shaharlarida norozilik namoyishlari yuz berdi. Necha yuzlagan kishi Isroiliyaning G'azzaga qarab yo'lga chiqqan Sumud paraxod atritiga qilgan hujumiga norozilik bildirish uchun Istanbuldagi Isroiliya konsulxonasining oldiga yig'ildi. Buningga o'xshash namoyishlar Yevropaning Rim, London, Bryussel qatorliq ko'plagan shaharlarda portiladi. Sumut nomli yordam paraxod atriti 45 dan ortiq davlatdan kelgan 532 fidoidan tarkib topgan bo'lib, jami 50 atrofida kemini o'z ichiga oladi ekan. Bu uzun yillardan buyon G'azzaga avatilgan tunji cho'ng ko'lamlik yordam paraxod atriti hisoblandi ekan. İnsanparvarlik yordam buyumlari va tibbiy aslahalarini elib mangan bu paraxod atriti 8-oyning oxirida yo'lga chiqqan bo'lib, aslida payshanba atiganda G'azza dengiz qirg'og'iga yetib kelishi planlangan edi. Sumut nomli yordam paraxod atritining tashkillovchilari Isroiliya dengiz armiyasining aloqani uzib etib, paraxod atritini xalqaro dengiz tavaligida majburiy to'xtatganligini bildirgan bo'lib, G'azza qamalini bosib o'tish xalqaro komiteti Isroiliya askarlarining Alma va Sirius nomli paraxodlarga besib chiqqanligini e'lon qildi. Faoliyatchilar ijtimoiy taratqularda sillarni ham baharlagan bo'lib, bu sillarda Isroiliya harbiy paraxodlarining yordam paraxodlariga yaqinlashib, ulardan yo'nalishini o'zgartirishni talab qilgan ko'rinishlar ko'rsatildi. Sumud paraxod atriti Turkiya vakillari o'makining bayonotida Isroiliya askarlarining shu yer vaqti kech soat 20 dan 30 atrofida Alma, Sirius va Adara paraxodlariga qonunsiz holda besib chiqib, kemalarning aloqasini qasddanlik bilan uzib etib, yordam chaqiriqlarini to'sqanligi bildirildi. Turkiya Isroiliyaning G'azzaga yordam yetkazayotgan Sumud paraxod atritiga qilgan mudohalasini ayblab, buni fuqarolarni xavfga ittiradigan terrorlik harakati deb atadi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.